Yangi bozor eshar, non choylari bilan ikkita odam kam, sakratib o'ramiz. Yangi bozor ketamiz. Bo'ladigani Cobalt, Damas naryadi o'ynarsin. Cobalt uka damaschilarga bekor sakrab qo'ydingiz-da 1 minut. Uka damaschilarga tilingiz chekasidan katta ketib qo'ymadingizmi? Kechgacha $200 topgan ekanman, shuni aytib ber dedim. Yo'q, Ha, 2 soatda topibmiz. Sizlar buncha pul ko'rmagansizlar-ku. Mana Cobalt gazga ham, benzinga ham yuraveradi. Mana Damasga benzin ham shart emas, tupurgiga ham, iltimosga ham, shampunga ham, bir paqir suvga ham yurib beradi. Ha? Cobaltchilar bilan har kuni dachaga chiqamiz. Keyin Cobaltda konditsioner umuman o'chmaydi, muzda yuramiz. Damasga konditsioner kerak emas. Hammani ochib qo'ysa ichkari Sibir olib ketadi. Dachaga chiqmay qolamiz, Damas ichos dacha. Любой qizga sovchi jo'natsangiz, "Voy Cobalti bor ekan" deb tegib yuboraveradi. Yo'q, Mana kim ekan? Georginami? Qizil. Chunki Damaschilar ancha munchasiga qizilingiz yo'raveradi. Yaxshi eslab qoling, Garatskoyda oldidagi avto universal avtoservis bo'ladi. Polirovka, tonirovka, rixtovka, chexol poli, hamma xizmatlar bor. Ularda hozir cho'tka aksiya ketyapti. 450 ming so'mga germanskiy polirovkani 3 sloy mashinangizga urib berishadi. Undan ham zo'ri polni ximchiga 500 ming so'm. Hamma Cobaltchilar mashinaga keladi. 15 yillik tajriba borda bularda. Kallanglar endi ishlabsiz. Biz Damaschilar davno bular klientmi? Sizlar o'sha kelasizlar. Biz Damaschimiz kelmaymiz, telefon qilsa aytgan joyimizga viz etib boradida, polirovka marka shumka pumkalarni yorib, sekin qaytib keladi. Kunamiz ketdi. 1-2 so'm kerak emasmi? Cobaltchi gaplashamiz. Damasim bor krasiva